Ko'rib bo'lgandirsizlar, lekin yana bitta ko'rib oringlar. Bu voh-vohlar, meni ishga bo'ldik qo'qlar. Dardimizni ko'tarmas tog'lar, dunyo uchun siqilma do'st. Vaqt keldi o'ynadik, kuldik, yoshlikni ham o'tkazib bo'ldik. Biz kutgandek bo'lmadi hayot, dunyo uchun siqilmang do'st. Mayli sevmas biz sevgan yorlar, mayli ketsin do'st birodarlar. Baxtli bo'lsin bizga ketganlar, dunyo uchun siqilma do'st. Mana buni kulgili tomonini, ya'ni mana bir bilmadim 10 yoshmi bular, 10 yoshli ham mana nima deydi, toqqa chiqibdi, dam olishga chiqibdi do'stim, biz qachon chiqamiz, sinfdosh degan gaplarni egalariga topshiraman. Qiziq tomoni u tomoni. Men yig'laydigan tomonini gapirishga harakat qilaman sizlarga. Birinchidan, endi she'rni o'zi yozgan bo'lsa, nazgina qofiyasi bor, emas mayli. Men o'ylardimki, piyola urushtirgandan ko'ra shu she'riyat tomoniga harakat qilganim ma'qulroq bo'lsa kerak. Ko'proq kitob o'qisa, ancha yaxshi qofiyasi kelishib, ko'proq so'z boyligi oshishi mumkin. Lekin u she'rda aytayotdiki, endi bilmadim, bu 10 yoshli bolalarmi bilmayman. 15 ga kirmagan shekilli. Hamma narsani ko'rib bo'pti. Boshidan ne ishlab o'tmabdi. Hayotni shunaqa qilib o'tkazib bo'pti. Qoyil. Endi aytish kerak-da, masalan, 15 ga kirgan bo'lsa, endi men 30 ga kiraman, demak men o'sha u yoq bu yoq bir oyog'im go'rga kirib bo'pti. 60 ga kirganlar o'lib bo'pti hisobi bo'lib qoladi. Ana endi undan ham jiddiyroq tomoni bo'lsa, nima deb o'ylaysizlar? Bular bu nima deydi? Piyalaga narsa quyib, urushtirib, qanaqadir ham to'st aytish qattiq ko'rgan ekan. Bekorga emas-da, nima edi? Qush uyasida ko'rganini qiladi deb. Bugungi ota-onalar o'sha bolalarning oldida mana shunaqa qilib maishat qilib o'tiradi. Ba'zilari o'z qo'llari bilan aro tutadi bolalariga. Borib pul beradi qo'liga-da, bor aro olib keladi. O'qishga pul ajratishga iymanadi, qo'rqadi. Keyin 20 yildan keyin, 15 yildan keyin bo'lsa, o'zi attang qiladi. Voy, sen nima bo'lding? Eshakka o'xshaysan, molga o'xshaysan, bir ish eplab qila olmaysan. Aslida bo'lsa, o'zi shu narsani ko'rsatib bergan. Endi bu sir emas-ku. Aytganingiz emas, qilganingizni qiladi yoshlar hamma. Masalan, men ham bitta o'ylab ko'ring, bitta deylik kimdir sizga kumir bo'lsa, boy odam bo'lsin, siyosatchi bo'lsin-da, siz uchun kumir o'sha odami. U odamni aytganini qilmasligingiz mumkin. Meni yoshimda ham, 30 yoshda ham. Lekin u odamni qilganlariga taqlid qilishni boshlaysizda. Voy, men bu odam kostyum-shimda, galstukda yurar ekan, menga shu narsa yoqdi. Men mana shunaqa yuraman deydi. Hayot shu ekan, maishat shu ekan, men mana shunaqa yashashga tayyorman. Bo'l. Men o'ylashimcha bu videoda ancha ko'p hazillar qilishadi, ayniqsa baynerlar. Aytishadi o'sha, nimaga toqqa chiqmayapmiz, mana bolalar chiqishibdi deb. Lekin bu video uchun o'zbek xalqi yig'lashi kerak deb o'ylayman. Bular kitob o'qib o'tirish kerak bo'lgan bir paytda, maktabda o'tirish kerak bo'lgan bir paytda, yoki bir bilmadim, boshqa biror narsaga qiziqish kerak bo'lgan paytda dalada karishga qovurib, kolani olib borib, aroda urushtirib ichib o'tiribdi. To'g'ri? Ha, vohima qilma deyishinglar mumkin. Mana shu bola 10 yildan keyin rostdan aro ichib o'tiradi.